Bugungi mavzuimiz sizlar bilan Avtoplay dasturida sodda elektron qo'llanma yaratishni ko'rib chiqamiz. Nima uchun elektron qo'llanma muhim? Oson kirish, interaktivlik, yangilanish va tejamkorlik uchun elektron qo'llanmalar muhim hisoblanadi. Avtoplay Media Studioga kirish, ya'ni bu interaktiv multimedia ilovalarni, jumladan elektron qo'llanmalarni yaratishga mo'ljallangan kuchli dastur. Intuitiv interfeys, drag and drop funksiyasi, keng funksionallik va kod yozishni talab qilmaydi. Mana shularni o'z ichiga oladi Avtoplay dasturi. Loyihani boshlash uchun avval yangi loyiha yaratish, ya'ni dasturni oching va yangi loyiha objektini tanlang. Shablon tanlash. Sizlarga bu yerda keltirilgan shablonlardan ixtiyoriy mavzuga yo'nalishiga mos shablonni tanlash mumkin. Qo'llanmani o'lchamini, fon rangini, boshqa umumiy sozlamalarni o'zingizga moslab to'g'irlab olishingiz mumkin. Sahifa qo'shishimiz ham mumkin. Qo'llanma uchun kerakli sahifalarning sonini yaratib, ularni tartibga solishimiz mumkin. Kontent joylashtirish, matn, rasm va media. Videolarni ham joylashimiz mumkin. Hop, interaktiv elementlarni qo'shish, tugmalar va navigatsiyalar. Qo'llanmani foydalanuvchi uchun qulay va jozibador qilish uchun interaktiv elementlarni qo'shish juda muhim hisoblanadi. Ya'ni bular tugmalar, navigatsiyalar va formulalar. Ya'ni sahifalar orasiga o'tish, veb-saytlarga ulanish yoki boshqa harakatlarni bajarish uchun tugmalarni qo'shishimiz kerak. O'quvchilarning qo'llanma bo'ylab oson harakatlanishi uchun menyu yoki tarkib jadvalini yaratishimiz kerak. Agar kerak bo'lsa, testlar yoki qayta aloqa uchun formulalar qo'shib qo'yishimiz mumkin. Qo'llanmani vizual jihatdan jozibador qilishimiz juda muhim hisoblanadi. Ya'ni ranglar sxemasi brendimizga yoki mavzuyimizga mos keladigan jozibali ranglarni palitrasini tanlab olishimiz kerak. Shriftlar ham juda muhim. O'qish uchun qulay va estetik jihatdan yoqimli shriftlarni tanlash, sarlavhalar va matn uchun turli shriftlarni ishlatishimiz mumkin. Joylashtiruv, ya'ni matn va tasvirlarni muvozanatli tarzda joylashtirish, bu joylardan unumli foydalanishimiz kerak. Qo'llanmaga jonli ko'rinish berish uchun animatsiyalardan foydalanishimiz mumkin. Qo'llanmani testlar va xatolarni tuzatishimiz, bu tayyor bo'lgan elektron qo'llanmani tekshirishdan oldin uni sinovdan o'tkazishimiz kerak. Ya'ni barcha sahifalarni ko'rib chiqish, navigatsiyalarni sinab ko'rish, multimedia elementlarini tekshirish va turli qurilmalarda sinovdan o'tkazishimiz lozim bo'ladi. Yakuniy mahsulotni eksport qilish va tarqatish, ya'ni internetga bemalol chiqarish sinovdan o'tgandan. Eksport sozlamalari Avtoplay Media Studioda Publish yoki Export opsiyasini tanlang. Formatni tanlash, qo'llanmani bajariladigan fayl, CD, DVD yoki avtomatik ishga tushiruvchi yoki web versiya sifatida eksport qilishimiz mumkin. Tayyor mahsulotni veb-saytimizga elektron matnni joylab yoki fizik tashuvchilarga tarqatishimiz mumkin. Elektron qo'llanma yaratish bo'yicha savollaringizga javob berishga hamisha tayyor. O'z qo'llanmangizni yaratishni boshlang va ijodiy jarayonlarni amalga oshiring. Bilan hozircha shular.